Oxirgi ukam bu uy egalari taxminan yarim yil, 1 yil oldin $500,000 reklama qilishgan. Endi hozirgi holat sal boshqacha. Bitta narxi kelishib chiqaramiz. Mana buni ko'rsatgan obunachilaringga landshaftlarni. Hamma sharoitlar akkuratni. Mana bu yoqda yozgi oshxonalar, nari yoqda hammom tualetlar, bunda G-obrazli imorat bor-ku, hammasi pishgan g'ishtdan qurilgan. Umumiy hisobda 8 ta xona, yer to'lalari ham katta xonalarga bo'lib ajratib qo'yilgan. Endi ketdi, uzmasdan tashqariga ham olib chiqaylik. Xullas $35,800 aylanyapti yer narxida. Imoratlar tekinga o'tib ketadi. Uchtepa tumani Jurjoniy, bilasan-a bu mahalla? Uy qo'yganman, yo talash bo'lib ketuvdi aka. Aha, shunaqa mahallalardan-da o'zi. Hamma kommunikatsiyalar bor. Mana men mahallani ko'rsataylik, yon atrofdagi uylar. Bu uyimizni o'rtoqlar, mana tashqi tarafdan ko'ringlar. 975 kadastr bo'yicha, bundan tashqari mana shu 975 ichida bu yoqda ikkinchi hovlisi bor. Agar hammasini olib, mana bu joyi o'zini alohida sotib olsanglar, aniq ayta olaman, necha pulga sotiladi? Hozir 2 sotuv joy bo'lsa masjidda. 45 ming, 50 ming. 45 ming, 50 mingdan indamay mana shu joyi o'zini alohida 100 mingga sotib olsa bo'ladi-da. Shunaqa aka. Umumiy 35,800 qanchadirdan aylanyapti. 350 ming taqalgan narxi, faqat shuni eting dedilar. Bunaqa savdolashilmaydi. Obunachilaringga ko'rsataylik, agar mana shu joydan uy qidirayotganlar bo'lsa, zo'r variant.